Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Kirib kelayotgan Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bir akamizni skuterlari bor ekan. Xudo xolasa shuni obzor qilaman. Videomizni oxirigacha ko'ring, narxini aytib o'tib ketamiz. Ichkarisi aka juda yaxshi qaragan, mana. Zerkalalar qo'yib qo'yishgan, mashinaniki bu ham, orqani bemalol mana. Asli aka akkuratni haydagan. Yaxshi niyatda olgan o'zlariga shu nevaralarni bog'chaga olib borib olib kelishga. Hozirda endi ozgina pul kerak bo'lib qolgan ekanda sotyaptilar. Ana eng qiziq joylarni ko'rsatmayapman ekan, ana bolajondagi ana. Endi ochasiz. Ana bolani qo'yib qo'yib o'tkazib ketaveradi. Ana buni qarang. Olib qo'yiladi. Ana. Manzilimiz Yangiyo'l shahrida akalar. Aloqaga chiqaverasizlar uni. Zo'r joylardan bittasi buni tenti ham tushadi. Qishin yozin xudo xolasa minib yursa bo'ladigan elektr skuterimiz. Mana aka mafonlarigacha qo'yib qo'ygan mana aka. Bemalol o'tirib olib, diks qilib nevaralarni olib, bog'chaga ham maktabga. Balonlari ham hali tiniq. 3 ta balon ham o'ziniki radnoy. Sizlarga eng zo'r joyini ko'rsatmabman-ku. Eng zo'r joyi mana bu yerda. Qani buni kaliti aka? Mana uni ochish kerak-da, keyin ochiladi. Mana Surgandan keyin. bagaji ham bor, eng zo'r bagaji ham bor ekan. Bemalol sumkalarni, produktlarni qo'yib, bozor qilsa ham bo'ladi, bozorga borib, chol kampir o'tirib olib, sayr qilib, parklarda yursa ham bo'ladi akalar. Mana. Skuter yangi, hali skuter yangi akalar. Buni yangisi 10 million, 12 million turadi. Rus akaga srochno pul kerakligi uchun sotyaptilar, o'zi sotmasdilar. Srochno pul kerak. 5 millionlarga berar ekan aka. Yana kelishadigan joyi ham bor ekan, mana ko'rib oringlar. Zo'r. Bunaqa narxga mana savatchasi qo'yilmagan hamda olingandan beri mana savatcha oldida turadi bu savatchasi. Qo'yilmagan aka. Lekin akkuratni qaragan aka. Xudo xolasa nomerlarni qoldirib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akalar ko'rishganda ko'rishguncha. Ro'zayom